Salom odamlar. Pesterboydan yana bitta omadli pack opening videodasiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bosib qo'ying. Like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying. Demak, bugun biz Etoni ovlaymiz. O'yindagi eng kuchli hujum chizig'i desa ham bo'ladi. Albatta Rumeningelar bor-ku, lekin mana bu uchalasi bularning ichida Eto eng qochqini shu bo'ladi. Demak, boshlanishiga statistikalarni bir ko'rib oramizda, undan keyin pack openingni boshlaymiz. Obunachimiz akkaunti nasib qilsa o'zimga ham ochishim mumkin, lekin bu aniq emas. Chunki bu pak juda ham kerakli, o'zim uchun ham kerak. Agar imkonini qilsam, o'zim uchun ham o'sha Eto va Cruyffni ochib qo'yishim kerak. Obunachimiz menga faqat Eto kerak dedilar, shuning uchun bugun biz faqat Eto uchun ovga chiqqanmiz. Cruyff ham, Cantona ham bilasizlar, u oddiy o'yinchilar emas, lekin Eto bu yerda juda ham tez qochadi. Mana ko'rishinglar mumkin statistikani. 87 tezlik, 88 qochish, tezlanish. Double touch, soul control, rising shot, xullas hamma hujumchiga kerak bo'lgan skillari bor. Eto va Cantonani ham ko'rishimiz mumkin. Deep lying forwardda orqaga qaytibroq o'ynaydi. Mana bu yerda uni driblinglari kuchli, agressiyasi ham bor. Finishingi sal pastroq ekan, lekin tezliklari ham sal pastroq ekan. Zarbasi juda ham yuqori, 84. Hozirdan 84. Striker instinct bilan kelgan. Mana bunda ham double touch, momentum dribbling, xullas hujumchiga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bu yerda Savinho ham bor. Savinyoni ham ko'rib o'tishimiz kerak. O'sha Manchester City'ni ishongan wingerlaridan. Bunda ham tezlik yuqori va bu 100 bo'ladi Savinho. Bu yerda 100 bo'ladigan yagona 100 bo'lsa kerak. Taxminimcha aniq 100 bo'ladi. Yagona FT karta Savinho bo'ladi. Demak, 100 coinsdan boshlab ko'ramiz. Har doimgidek 100 coinsdan. Va har doimgidek hech narsa yo'q. Kim tushdi ekan? Nima debdi? Solbakken. Ola Solbakken degani tushibdi. Winger ekan, 73. 100 coinsga ham arzimaydigan winger ekan. Xo'sh, demak 900 coinsdan boshlaymiz. Bizda 7800 coins bor edi. Bu obunachimiz anchadan beri bir-ikki marta menga pack opening qildirgan. Bizdan coins sotib oladi. Agar sizga ham coinslar kerak bo'lsa, pack openinglar kerak bo'lsa, deyarli o'zining narxida qilib beryapman. O'sha kartadan kartaga o'tkazishga olib qoladigan summa qolyapti xolos. Deyarli o'zining narxida coinslarni olib beryapman. Mana shunaqa videolar uchun. Demak, bizda ilk foto kartamiz bor. Xo'p. Navbatdagi 900 talik. Navbatdagi 900 talikdan boshlaymiz. Berdimadir? Yo'q. Albatta bu kartalarni berishi biroz qiyin, chunki bu aytib o'tganimdek, e-futboldagi juda ham kuchli himoya chizig'i. Bularni shunchaki berib yubormaydi. E-futbol ham, lekin har xil usullar bilan mana bunaqangi omadli pack opening qilishga harakat qilamiz. Xo'p, navbatdagi 900 taligimiz ham hech narsasiz yakunlandi. Fotokartaga ham aylanib ketmadi hattoki. Bu Ryan bir bola undan ko'ra Jack Grealish ham yaxshi edi. Xo'p, 118 ta o'yinchi qoldi. Ko'rib turganinglardek paslardan ovlayapmiz, lekin omadli bo'lishiga ishonamiz biz pack openingimizni va harakat ham qilamiz shunga. 100 coins bosib yuboraylik-da. Boshlanishga o'zi 3 dona 100 coinsdan boshlardim odatim. Shunaqa qilib show time'lar ushlab olardim-u. Bu safar bitta 100 coinsdan boshladim. 1-2 100 coins ochib yuboramiz. Omad chaqirish uchun. Nimagadir ishonish kerak-ku odam. Bilaman, ish bermaydi deb o'ylaysizlar. O'zimga ham unchalik ishonchim komil emas-ku, lekin ishonch nimagadir bo'lish kerak. Xo'p, yana 100 coins
bosamizda bu yog'iga 900 coinsdan ketamiz. 100 coins bermaydi albatta. Bu kartalarni 100 coinsga berish qiyin. Agar sizga 100 coinsga bergan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting, men 100 coinsga ushlab oldim mana shularni deb. Bizni ichimiz bir kuysin. Xo'sh, va bu epikmi? Bu epik. Bu epik rang-barang bo'ldimi? Demak, bu nimadir bor bu yerda. Albatta biz xohlagan 3 talikdan kimdir bor va bu Cruyff. Johan Cruyff. Bilmayman, 107 bo'lib ketadimi bu o'yinchi? Johan Cruyff albatta Inzaghi bilan juda ham kuchli bo'ladi, chunki Inzaghi tezlik bilan finishingga beradi. Johan Cruyff juda ham kuchli hujumchilardan-da, bu juda ham kuchli hujumchi. Xo'p, buni lock qilib qo'yamiz va hozir 1 minut egasidan shunday so'raymiz-da. Cruyff tushdi, nima qilaylik? 3800 coins oshib qoldi. Bizda Cruyff bor o'zi. Demak, Eto'gacha to'xtash yo'q dedilar. Bosamiz unda. Eto'gacha to'xtash bo'lmasa, Eto'ning ustiga bosib yuboramiz. Samuel Eto. Juda ham yengil va tezkor hujumchida bu, juda ham juda Samuel Eto. Va ketma-ket epik bermadi. Skip qo'yamiz. Gaya tushibdi. Jose Gaya. Nimagadir foto kartalar ham bermayapti. Mayli, navbatdagi 900 talik go. Ber nimadir. Berma shunda nimadir. Ko'nglim sezyapti nimadir bor. Va yana epik. Ketma-ket bo'lmasa ham Cheres epik. Zo'r. Bu Samuel Eto Barsa formasida. Samuel Eto 9-raqam. Biz kutilgan natijaga erishdik. O'sha kerakli missiyani bajardik do'stlar. Va buni kuchaytirib olamiz. Hozir mana shu animatsiyalarni ko'raylik, ko'rib maza qilaylik bu animatsiyalarni. Samuel Eto qochoq. Buni ham lock qilib qo'yamiz. 2000 coins oshib qoldi do'stlar. Bizga Kantana kerak emas edi, bizga Eto kerak edi. Cruyff bilan Etoni ushladik, 2000 coins oshib qoldi. 85 ta o'yinchi ham qolib ketdi o'rtada. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, chiqamiz va kuchaytirishni boshlaymiz do'stlar. Xo'p. Mana bu adashmasam Mbappeni ham ochuvdimmikin shu akkauntga? Mbappe ochuvdimmi? Nimadir ochgan edim-da. 1-2 marta ochgan edik bu akkauntga ham. Xo'p, Etoni kim o'rniga qo'yamiz? Haaland o'rniga qo'yaylikmi? Haaland o'rniga qo'yamiz. Xo'p, Cruyffni kim o'rniga qo'ysa bo'ladi? Cruyff. Leaoni o'rniga qo'yamiz. Leaoni o'rniga qo'yaylik. Xo'p, ularni to'g'ri joylashtiramiz. Johan Cruyff. Cruyffdan kuchaytirishni boshlaymiz do'stlar. Trener. Xo'p, kuchaytiramiz. Avtomatik kuchayadi. Hozir avtomatik kuchayish zo'r bo'lib qolgan. Oldingidaqa o'zgartirib moslash shart emas. O'zi zo'r kuchaytirib beryapti avtomatik. Xo'p. Yaxshi. Boostersiz 106 bo'lar ekan. Inzaghi treneri bilan boostersiz 106 bo'ldi. Boost bormikan? Boost yo'q ekanda. Men nima dedim? Boostersiz 106 bo'ldi. 107 ga taqalsa kerak deb o'yladim buni. 93 awareness, ball control 91, dribbling 92, 91 tight possession. Paslari ham yaxshi, yomon emas. Yerlatib pas berish, finishing 92, kurul 92. 92 tezlik va 98 tezlanish. Jumpinglari ham yuqori, balansi ham 96 ekan. Va mana bu boshda ko'rgan skilllarimiz. Fantasista boosti bilan Samuel Etoni kuchaytiramiz. Samuel Eto 105 bo'ldi. Boost bilan 106 bo'ladi. Xo'p. 96 awareness, finishing 96, bu kontrollari ham 84 yaxshi, kurul 81 ekan.
99 tezlik va 101 tezlanish. Juda ajoyib. 91 stamina. Bu polni bir time emas, 2 time o'ynab bera oladi. Double touch, phenomenal finishing, xullas skill. Hujumchiga kerak bo'lgan hamma skill bor do'stlar. Mana shunaqa pack opening yana kimga kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qiling, ochib beraman. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.